Bilasanmi? 2025-yildagi eng boy 4 futbol klubi qaysi? 4-o'rin Manchester United. Uning boyligi 170 million yevroga baholanadi. Klub ulkan tijorat daromadlari, katta fanatlar bazasi va sport kiyimlarini sotishdagi yirik shartnomalar orqali pul topmoqda. 3-o'rin PSG. Parij klubi 800 million yevro daromadga ega. U eksklyuziv sponsorlar va kuchli xalqaro brend orqali katta mablag' topmoqda. 2-o'rin Manchester City. Klub 837 million yevro daromad qildi. Bu jumladan Puma bilan 1 milliard funtlik rekord shartnoma va maydondagi ulkan muvaffaqiyatlar orqali amalga oshdi. Shuningdek, tarixda ilk bor bir mavsumda 1 milliard yevrodan ortiq daromad qilgan klubga aylandi. Katta qamrov va qimmatbaho sponsorlar tufayli ular futbolning haqiqiy podshohiga aylanishdi. Birinchi o'rinda qaysi klub turganini topa olasanmi? Agar variantlaring bo'lsa, izohda yoz.